Ciao ertalaban chuqur endi jo'yib ertalabli va yangi qishloqda birinchi ertalab. Okey, bo'lmasam endi ko'chaga chiqamiz. Printerim bor, mana kompyuterlar, kravat, ajoyib narsalar olib tashladim bo'lar. Kanalga obuna bo'lish eslardan chiqmasin, chunki bu oyni oxirigacha 1200 ta bo'lishimiz shart bo'ladi. Kanalga obuna bo'ling va shunaqa sifatli videolar chiqadi. Bu modlarni qayerdan oldingiz desanglar, bir do'stimni modlari edi. Faqat mana shu emotsiyalari do'stimni modi qo'yganlarni xohlasangiz tashab beraman linkingizga. Agarda 1200 ta obunachi bo'lsa va shu videoni tagida 30 ta like qilsa, hozir merning yoniga borib, merdan men kelganimni so'rab, yo'g'i nima uchun kelganimni, bu yer qanaqa qishloq shuni so'ramoqchiman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Estiman. Ha, okey. Sen uyingni haqida aytib beraman. Uyimda nima bor? Sen uyingdagida 67 nomli odam bo'lgan. Uni sirli joy ham bo'lgan, lekin hech kim topolmagan. What the fuck? Nimalar deyapsiz? Bilib. Kechirasiz, bro. Okey, men sizga ishonmadim. Meni lo'q deb o'ylayapsiz siz. Men lo'q emasman birinchidan. Короче, men ketdim. Unga borib mazza qilib mana shu kechasi bo'lgan-ku, endi uxlash kerak. Mazza qilib uxlayman unda. Voy, suvning ichiga tushib ketdim hozir. Nafas ololmay o'lib qolaman-ku. Tezroq chiq tepaga. Chiq. Voy, so'z olmayapman. Iltimos. Voy, okey, chiqdim. Bo'ldi endi. Uyga kirmasam bo'lmaydi bolalar. Uyim qani? Ha, bu yerda edi. Modlar, okey, eshikni yopamiz, bolalar. Endi notebookam mayli, hozir yoqmaganim yaxshi, baribir. Endi ozgina o'tiramiz-da, pastga tushamiz. Tushmasak bo'lmaydi bolalar. Короче, вообще zerk ketdim, men uxlayman. Harqab qo'ying. Degan umiddaman. Agar ertalab bo'lsa hozir bu narsalarga hozir qaramaganim yaxshi, amali hozir shkaf emas ekan, amali hozir kodini aytgan, lekin meni birda sirli narsalarim, avtomatlar bor. Hech kim bilmaydigan sandiqcham bor. Ozgina o'tiramiz va turamiz. O'tirmasam bo'lmaydi-da. Amali endi nima qilish kerak edi? Nima qilamiz? Zerib ketdimmi? Kecha mer aytgandek bolalar, ana 67 nomli bobo bo'lganmish. 67 nimaligini bilmaydi hali. What the fuck? Nima o'zi? Kay bo'lmasam hozir uyimga nimadir tashlab ketgan bo'lishi kerak. Berlarni sindiramiz. Hech nima yo'q bu yerda. Endi eshikni yo berlardan bo'lmaydi baribir. Berlarni qilishga shuncha pulim ketgan endi. Bu qishloqdan ko'chishman kerak, menga yoqmadi va shu qishloq suvdan iborat qishloq. Qo'rim bo'sh qolib ketdi-yu, ammo endi nima ham qilardim? Narsalar eksammikan yoki boshqa narsa qilsammikan? Okey, bo'lmasam hozir bir aylanib kelishim merning yoniga. Assalomu alaykum mer, nima qilyapsiz? Mang bularni oling, menga oylik bo'ladi bular. Okey, oling, ko'chizga chiqing. Amali endi eshikni yopib ketaman. Menimcha mer eshitmadi eshitmani. Orqasiga qarab bir narsa qilayotgandi. Pullarni qaranglar. $20 buni sochmayapman. Olaman buni. Kerak emas, meniki bu. Короче. Baxayda ish qilib. Mayli endi berlarni qidirib ko'raylikchi. Berlarda hech nima yo'q. Men uni topolmasam kerak-da. Lekin qayerda bo'lish? To'xtinglar. Nega bu yoqdagilardan ajralib turibdi? Nega? Sizlar bilmasanglar, hozir tekshirib ko'ramiz. Yo'q, qanaqadir joyga tushib qoldim-ku. Nima bu? Sandiq? Hozir yozib ko'raylikchi. 11:22. Yo'q, bo'lmadi. 33:99. Nima qilsam? Aytgancha hozir 80 deydigan bobo degandi. Demak, bunda bitta 67 desa yozsa bo'lmaydi. Ikkita 67 deb yozamiz. Kallani qaranglar ishlashini. Ochilganiga qarang, nimalar bular? What the? Bularni qaranglar. Voy, bularni qaranglar.
qanaqadir kiyimlar. Ajoyib, vau, buni qaranglar bolalar. O'sha oltin. Voy, endi men boyman bolalar. Boshliqdan ketib o'zim katta olishim mumkin. Uka bilan qo'yib kiyib olamiz hozir. Vau, maza. Endi men boyman bularni kiyib olaylikchi. Opa. Endi buni kiyamiz. Qani endi tekshirib ko'raylik. Voy, ajoyib yarashdi buni qaranglar. Xuddi harbiylardagmi. Vashcha zo'r kiyim-ku bu. Endi men boyman endi. Uxlaganim bo'ladi dema. Ammo hali bolalar video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lish eslardan chiqmasin. Degancha hali to'xtatmaymiz videoni. Bu narsalarni qaranglar, kanalga obuna bo'linglar, chunki biza aytganimdek, endi aytmasam bo'ladi, zaybal qilavermay. Sizlarga ham yoqmay qolishi mumkin. Agar video unchalik sifatli chiqmagan bo'lsa, meni kechiringlar. Birinchi videom bo'lgani uchun uncha yaxshi qila olmayapman. Modlarni ham uncha yaxshi ishlata olmayapman. Bo'lsa Blockbusterda animatsiya qilib, bu narsalarni qilib tashlagan bo'lardim. O'rganganimdan Bolalar, agar video yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'ling.